Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya jamg'armasi yopilyapti degan gap nimani anglatadi? Bu sizning pensiyangizga, stajingizga, nafaqangizga va hujjatlaringizga qanday ta'sir qiladi? Eng asosiysi, hoziroq nimani tekshirib, nimani tartibga keltirib qo'yishingiz kerak. Bu ma'lumot faqat pensionerlar uchun emas, balki hali ishlayotganlar, chet elda mehnat qilayotganlar, ayollar, o'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar va yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarning barchasi uchun juda muhim. Men boshdan aniq aytaman. Gap pensiyalar butunlay bekor bo'lyapti degani emas. Lekin tizimda o'zgarish bo'lsa, eski hujjatlar, staj ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotlari va elektron bazadagi xatolar vaqtida tekshirilmasa, odam pensiyaga chiqayotganda juda ko'p ovora bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi va amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka pulini, vaqtini va asabini tejab beradi. Oldin ko'pchilikning pensiya masalasi qog'oz hujjatlar orqali yuritilardi. Mehnat daftarchasi bor edi. Unda qayerda ishlagani, qachon kirgani, qachon bo'shagani yozilgan bo'lardi. Ish haqi haqida ma'lumot kerak bo'lsa, korxonadan yoki arxivdan ma'lumotnoma olinardi. Odam pensiya yoshiga yetganda pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, hujjat topshirardi. Xodimlar stajni hisoblar, ma'lumotlarni tekshirar, keyin pensiya tayinlanardi. Endi esa tizim tobora elektronlashyapti. Ya'ni davlat idoralari o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Ko'p ma'lumotlar elektron bazadan olinmoqda. Soliq organlari, bandlik tizimi, kadastr, FADEYO, bank, ijtimoiy himoya, mehnat munosabatlari va boshqa idoralar bazalari bir-biriga ulanmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizning ishlagan yillaringiz elektron bazada to'g'ri aks etgan bo'lsa, pensiya tayinlash ancha osonlashadi. Lekin agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, masalan, familiya o'zgargan, korxona yopilgan, mehnat daftarchasida muhnat bo'lsa, ish haqi haqida ma'lumot arxivda yo'qolgan yoki soliq to'lovlari ko'rinmayotgan bo'lsa, muammo pensiyaga chiqish vaqtida yuzaga chiqadi. Pensiya jamg'armasi yopilyapti degan iborani odamlar ko'pincha noto'g'ri tushunadi. Amalda ko'pincha gap tizimning qayta tashkil etilishi, funksiyalarning boshqa idoralarga o'tishi, eski tartibdagi qabul yoki hisob yuritish usullari o'zgarishi, ayrim xizmatlar elektron shaklga o'tkazilishi haqida bo'ladi. Bunday vaziyatda eng katta xavf shundaki, odam mening mehnat daftarcham bor-ku, hammasi joyida deb yuraveradi. Keyin pensiyaga 2 oy qolganda borib qarasa, 6 yil staji bazada yo'q. 1998 yildagi ish haqi ma'lumoti topilmayapti. 2003 yildagi korxona allaqachon tugatilgan. Arxivga topshirilgan hujjatlar esa to'liq emas. Mana shunda pensiya miqdori kamayishi yoki tayinlash kechikishi mumkin. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Birinchi navbatda, yaqin 5 yil ichida pensiyaga chiqadiganlar albatta hujjatlarini tekshirtirishi kerak. Erkaklar uchun pensiya yoshi odatda 60 yosh, ayollar uchun 50 yosh. Demak, erkak kishi 55 yoshdan, ayol kishi 20 yoshdan boshlab staj va ish haqi ma'lumotlarini jiddiy tekshirish kerak. Hali vaqt bor degan gap bu masalada xavfli. Chunki arxivdan ma'lumotnoma olish, eski korxona hujjatlarini topish, xato yozuvlarni tuzatish ba'zan bir haftada emas, bir necha oyda hal bo'ladi. Masalan, bir ayol 1999 yildan 1996 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin fabrika yopilgan. Elektron bazada esa bu davr ko'rinmaydi. Ayol pensiyaga chiqish uchun murojaat qilganda undan arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Agar arxivda hujjat bo'lsa, muammo hal. Agar hujjatlar to'liq topshirilmagan bo'lsa, sud orqali ishlaganlik faktini tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa vaqt, xarajat va asab degani. Ikkinchi toifa, Sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlaganlar. Aynan shu davr hujjatlarida muammo ko'p uchraydi. Korxonalar nomi o'zgargan, xususiylashtirilgan, tugatilgan, muhrlar almashgan, hujjatlar arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, odam 1992 yilda kolxozda ishlagan, keyin fermer xo'jaligi tashkil bo'lgan, keyin u ham tugatilgan. Mehnat daftarchasida brigada a'zosi deb yozilgan, lekin ish haqi qaydnomalari topilmaydi. Bunday vaziyatda har bir yil uchun isbot kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa chet elda ishlaganlar. Juda ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi.
Lekin chet elda ishlagan davr pensiya stajiga qanday hisoblanish shartnomalar, to'lovlar va rasmiy hujjatlarga bog'liq. Agar odam 10 yil chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, O'zbekistondagi pensiya hisobida bu davr avtomatik staj bo'lib qo'shilmasligi mumkin. Agar rasmiy ishlagan, sug'urta to'lovlari bo'lgan, davlatlararo kelishuv doirasida tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lsa, imkoniyat boshqacha bo'ladi. Shuning uchun chet elda yurganlar ish shartnomasi, maosh varaqasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlarni saqlab qo'yish kerak. 4-toifa o'zini o'zi band qilganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar. Ko'pchilik men ishlayapman, daromad topyapman, demak staj ketayapti deb o'ylaydi. Lekin pensiya staji uchun faqat daromad topishning o'zi yetarli emas. Belgilangan tartibda to'lovlar, ro'yxatdan o'tish va elektron qaydlar bo'lishi kerak. Misol uchun, bir usta 15 yil uy yurib ta'mirlash ishlari qilgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Hech qanday ijtimoiy soliq yoki tegishli to'lov qilmagan. U men 15 yil ishladim desa ham pensiya hisobida bu davr to'liq ko'rinmasligi mumkin. Ikkinchi usta esa o'z-o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tgan, belgilangan to'lovlarni qilgan, elektron bazada faoliyati aks etgan. Pensiya masalasida ikkinchi odamning holati ancha mustahkam bo'ladi. 5-toifa ayollar, ayniqsa farzand parvarishi sabab ish faoliyatida tanaffus bo'lganlar. Bola parvarishi davri, dekret, ishga qaytish, mehnat shartnomasi to'g'ri rasmiylashtirilgani juda muhim. Ba'zan ayol bir korxonada ishlagan, dekretga chiqqan, keyin korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin buyruq nusxasi yo'q. Bu vaziyatda ham oldindan tekshiruv zarur. Endi kim kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar siz so'nggi 10-15 yil davomida rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri amalga oshirayotgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda barcha ma'lumotlar to'g'ri aks etgan bo'lsa, xavf nisbatan kamroq, lekin baribir tekshirish shart. Chunki xato faqat eski davrda emas, hozirgi elektron tizimda ham bo'lishi mumkin. Pasport ma'lumoti almashgan, JSH noto'g'ri kiritilgan, familiya nikohdan keyin o'zgargan. Ishga kirish sanasi noto'g'ri yozilgan yoki ishdan bo'shash buyrug'i bazaga tushmagan bo'lishi mumkin. Raqamli misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir erkakning umumiy ish staji 30 yil bo'lishi kerak. Lekin ba'zida 24 yil ko'rinmoqda, 6 yil esa eski korxona bo'yicha tasdiqlanmagan. Bu 6 yil oddiy raqam emas. Pensiya tayinlashda staj miqdori va ish haqi ma'lumotlari pensiya summasiga ta'sir qiladi. Agar yuqori maosh olgan yillaringiz tasdiqlanmasa, pensiya bazasi ham past ko'rinishi mumkin. Natijada odam har oy, masalan, 200 ming yoki 400 ming so'm kamroq pensiya olishi ehtimoli bor. Bir oyda kichik ko'ringan farq bir yilda millionlab so'mga aylanishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik joy, mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim yetarli bo'lavermaydi. Agar yozuvda sana aniq bo'lmasa, buyruq raqami ko'rsatilmagan bo'lsa, muhr o'qilmasa, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Ayniqsa eski daftarchalarda qabul qilindi deb yozilgan. Lekin qaysi lavozimga, qaysi buyruq bilan ekani yo'q. Bunday yozuvlar tekshiruvda savol tug'diradi. Ikkinchi nozik joy, familiya va ism o'zgarishi. Ayollar nikohdan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, barcha hujjatlar bog'lanishi kerak. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda boshqa familiya, diplomda yana boshqacha yozuv bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ism sharifdagi bitta harf farqi ham muammo chiqaradi. Masalan, Gulnora bir hujjatda Gulnora Yo'ldoshev, boshqa joyda Yo'ldoshev bo'lib ketgan. Oddiy ko'rinadi. Lekin elektron bazada bu boshqa shaxsdek chiqib qolishi mumkin. Uchinchi nozik joy arxiv ma'lumotlari. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin hamma korxona ham hujjatni tartibli topshirmagan. Ba'zan faqat kadrlar bo'yicha buyruqlar bor, lekin ish haqi qaydnomalari yo'q. Ba'zan ish haqi bor, lekin qabul va bo'shash buyruqlari yo'q. Siz buni pensiya yoshiga yetganda emas, oldindan bilib olishingiz kerak. Chunki agar arxivda hujjat topilmasa, boshqa isbot yo'llari izlanadi. 4-nozik joy, norasmiy ish. Ko'pchilik yillar davomida do'konda sotuvchi, qurilishda ishchi, fermerda yordamchi, ustaxonada shogird bo'lib ishlagan, lekin shartnoma bo'lmagan. Men bu yerda ochiq haqiqatni aytaman. Norasmiy ishlagan davr ko'pincha pensiya hisobida muammo bo'ladi. Chunki davlat tizimi sizning ishlaganingizni hujjat orqali ko'rishi kerak.
mahalladagilar biladi, xo'jayinim biladi. Hamma ko'rgan degan gaplar rasmiy hujjat o'rnida bo'lsa olmaydi. Ba'zi hollarda sud orqali faktni aniqlash mumkin, lekin bu oson yo'l emas. 5-nozik joy ish haqi ma'lumotlari. Faqat staj emas, qancha maosh olganingiz ham muhim. Ayrim odamlar yuqori maosh olgan yillari bo'yicha ma'lumot topilmasa, pastroq davrlar asosida hisob-kitob qilinadi va pensiya kamayishi mumkin. Masalan, siz 2005-2010 yillarda yaxshi lavozimda ishlagansiz. Maoshingiz yuqori bo'lgan, lekin aynan shu korxona hujjatlari yo'q. Ba'zida esa undan oldingi past maoshli davrlar ko'rinadi. Natijada hisobsiz kutgandan boshqacha chiqadi. 6-nozik joy pensiya tayinlangandan keyin ham xatoni tuzatish mumkin, lekin kechikish zarar keltiradi. Agar siz pensiya tayinlangandan keyin qo'shimcha staj yoki maosh ma'lumotini topsangiz, qayta hisoblash uchun murojaat qilishingiz mumkin. Lekin odam bir necha yil kamroq pensiya olib yurgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyaga chiqishdan oldin tayyorgarlik ko'rish, pensiya chiqqandan keyin yugurishdan ancha foydali. 7-nozik joy, qarzdorlik va to'lovlar. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan fuqaro bo'lsangiz, tegishli to'lovlar o'z vaqtida amalga oshganini tekshiring. Ba'zan odam ro'yxatdan o'tgan, lekin to'lov qilmagan yoki noto'g'ri davr uchun qilgan. Keyin u davr to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Men ro'yxatdan o'tganman degan gap bilan mening pensiya stajim yuribdi degan gap har doim bir xil emas. Buni albatta aniqlashtirish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasportingiz, JSSR raqamingiz, familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasi, diplom, nikoh guvohnomasi, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomasi, eski pasport nusxalari bo'lsa, hammasini bir joyga yig'ing. Ayniqsa familiyasi o'zgarganlar uchun bu juda muhim. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchangizni to'liq ko'zdan kechiring. Har bir ish joyi bo'yicha qabul qilingan sana, lavozim, buyruq raqami, bo'shagan sana va muhr bor yo'qligini tekshiring. Agar muhr o'qilmasa, yozuv xira bo'lsa, tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa, bu joylarni alohida ro'yxatga yozing. Masalan, 1996-2000 yillar falon korxona muhr xira deb belgilab qo'ying. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Aktub uz elektron mehnat daftarchasi bilan bog'liq xizmatlar. Soliq organlarining shaxsiy kabineti yoki tegishli davlat xizmatlari markazlari orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz, ishonchli yaqinlaringiz yordamida tekshiring yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Maqsad bitta. Rasmiy bazada qaysi ish joylari ko'rinayapti, qaysi davrlar yo'q, shuni bilish. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya va pensiya masalalarini ko'ruvchi tashkilotga borib, oldindan maslahat oling. Men falon yilda pensiyaga chiqaman, stajimni oldindan tekshirtirmoqchiman deb murojaat qiling. Sizdan qanday hujjatlar kerak bo'lishini so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanmay, imkon bo'lsa yozma ro'yxat oling yoki o'zingiz yozib oling. 5-qadam. Arxiv ma'lumotlarini hozirdan qidiring. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Murojaatda quyidagilarni aniq yozing. To'liq ism sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, o'sha paytdagi familiyangiz, korxona nomi, ishlagan yillaringiz. Lavozimingiz, agar bilsangiz bo'lim yoki sex nomi. Menga pensiya tayinlash uchun ish staji va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi kerak deb yozing. Bu jumla juda muhim. Chunki arxiv xodimi sizga qanday ma'lumot kerakligini aniq tushunadi. 6-qadam, ish beruvchingizdan ma'lumotlarni tekshirib bering. Agar hozir rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz. Kadrlar bo'limida elektron mehnat daftarchangizga yozuvlar to'g'ri kiritilganini so'rang. Ishga kirgan sanangiz, lavozimingiz, mehnat shartnomangiz, buyruqlar bazada to'g'rimi? Tekshirtiring. Ish haqi rasmiy to'lanayotganiga e'tibor bering. Konvertda beriladigan norasmiy maosh pensiya hisobida sizga foyda bermaydi. Bugun qo'lingizga ko'proq pul olgandek ko'rinadi, lekin ertaga pensiya kam chiqishi mumkin. 7-qadam, hujjatlarning nusxasini tayyorlang. Mehnat daftarchasining barcha sahifalaridan sifatli nusxa oling. Pasport, nikoh guvohnomasi, diplom, harbiy bilet, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar
arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari, soliq to'lovlari, kvitantsiyalari hammasini alohida papkaga soling. Men hatto telefoningizda ham skaner qilib saqlab qo'yishni maslahat beraman. Hujjat yo'qolsa, nusxa juda katta yordam beradi. 8-qadam, agar xato topsangiz, uni kechiktirmang. Masalan, elektron bazada 2012-2015 yillardagi ish joyingiz ko'rinmayapti. Darhol o'sha ish beruvchiga murojaat qiling. Agar ish beruvchi mavjud bo'lmasa, arxivga boring. Agar familiya xatosi bo'lsa, fojia hujjatlarini tayyorlang. Agar ish haqi ma'lumoti noto'g'ri bo'lsa, buxgalteriya yoki arxivdan qayta ma'lumot oling. Har bir xatoni alohida ko'rib chiqing, keyin qilaman demang. 9-qadam, chet elda ishlaganlar alohida papka tayyorlasin. Ish shartnomasi, ruxsatnoma, soliq yoki sug'urta to'lovlari, ish bergan ma'lumotnoma. Bank orqali maosh tushganini ko'rsatuvchi hujjatlar bo'lsa, saqlang. Agar hujjat boshqa tilda bo'lsa, keyinchalik notarial tarjima kerak bo'lishi mumkin. Chet eldagi har bir rasmiy hujjat ertaga pensiya masalasida sizga dalil bo'lishi mumkin. 10-qadam, yaqinlaringizga ham ayting. Ota-onangiz, amaki tog'angiz, opa-singillaringiz, qo'shnilaringiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, bu ishlarni ular bilan birga ko'rib chiqing. Ko'p yoshi kattalar internetdan foydalana olmaydi. Arxivga qanday murojaat qilishni bilmaydi. Siz ularga yordam bersangiz, ular pensiyaga chiqayotganda sarson bo'lmaydi. Yana bir muhim maslahat. Har qanday pensiyangizni oshirib beramiz, staj qo'shib beramiz, tanish orqali hal qilamiz degan gaplarga ishonmang. Pensiya hujjat bilan hal bo'ladi. Noqonuniy yo'l bilan qilingan ish ertaga katta muammo keltirishi mumkin. Siz faqat rasmiy idoralar, davlat xizmatlari markazi, arxiv ish beruvchi va qonuniy maslahat orqali harakat qiling. Agar murakkab vaziyat bo'lsa, yuristdan maslahat oling, lekin hujjatni qalbakilashtirishga aslo yo'l qo'ymang. Demak, asosiy fikr shuki, pensiya jamg'armasi yopilyapti degan gapni vahima qilib tushunmang. Lekin beparvo ham bo'lmang, tizim o'zgarsa. Elektronlashsa yoki qayta tashkil etilsa, eng ko'p qiynaladiganlar hujjatlar tartibsiz, staji tasdiqlanmagan, arxiv ma'lumotlari yo'q, ish haqi dalillari to'liq bo'lmagan odamlardir. Pensiya o'z-o'zidan to'g'ri chiqib qoladi deb kutish kerak emas. Siz bugun tekshirsangiz, ertaga pulingizni, vaqtingizni va asabingizni saqlab qolasiz. Men tavsiya qiladigan eng muhim ishlar: mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron bazadagi stajingizni ko'ring. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv ma'lumotlarini hozirdan oling. Familiya va hujjatlardagi xatolarni tuzating. Rasmiy ishlash va to'lovlar masalasiga jiddiy qarang. Ayniqsa pensiyaga 5 yil yoki undan kam vaqt qolgan bo'lsa, bu ishlarni bugundan boshlang. Agar sizda ham pensiya, staj, arxiv yoki elektron bazada xato bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi yil ishlagansiz, qaysi hujjat yetishmayapti? Qanday muammoga duch keldingiz? Yozsangiz, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam yutadi, kech bilgan odam esa idorama-idora yurishga majbur bo'ladi.